أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. Yuqorqi bab bilan munosabati kasallik bilan safar kamchilik ilib keladigan ahvollar bo'lg'achqa salatul mariddan keyin salatul musafirni bayon qildi. Qala va farduhu fi kulli ruba'iyatin rak'atan. Farduhu ya'ni fardul musafir, musafirga farz bo'lgani 4 rakatlik namozda 2 rakatdan farzdir. Hozir mushu masala ulamolar o'rtasida ixtilof bo'lgan masala. Ulamolar ittifoq kelgan o'rni bor. Ikki o'rinda ittifoq desak bo'ldi. Birisi safar altida qasr qilish degan bir narsa bor degan ittifoq. Qasr bormi, safarda bor emas. Ikkinchi o'rin 3 rakatlik namozda qasr yo'q degan ittifoq. Masalan, vitrda yoki shamda qasr yo'q degan ittifoq. Endi ixtilof bo'lgan masala shu desa, 4 rakatlik namoz bo'lsa, buning farzi necha rakat? Hanifi mazhabda buning farz bo'lgani 2 rakat, 2 rakatdan ortiq o'qish farz emas, hatto 2 rakat o'qishi vojib degandek qaraydi. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi yoki jumhur deydi, qasr o'qish mustahab, vojib emas. Mustahab deganning ba'zisi sunnat muakkada deb qo'ydi, Imom Malik o'xshash. Lekin Hanifi mazhabda 4 rakatlik namozni 2 rakat qasr qilib o'qish vojib degan mazmun chiqadi. Jumhurlar mustahab deydi. Ya'ni Hanifi mazhab 2 rakat o'qishi shuningga farz bo'lgani shu. Li hadisi Aisha radhiyallohu anha qalat: "Furidat as-salatu fil asli rak'atayn, fazidat fil hadari wa uqirrat fis safar." Hozir dalillar bor bo'ldi. Mushqarishiga Hanifi mazhab jumhurning muqobilida jumhurga qarshi dalillarni bayon qilyapti. Hazrat Aisha radhiyallohu anha shunda degan: namoz aslida 2 rakatdan farz qilingan, muqim holatda 2 rakat oshirilib, safar holatida ayni holatda asl holatda qolib qolgan degan. Bu ham Hazrat Aishaning so'zi bo'lsa-mu, lekin buni cho'qim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan anglamagan bo'lsa, o'zining yenidan chiqarib bermaydigan so'z desak, marfu'ning hukmida bo'ldi. Va la yu'lamu zalika illa tawqifa. Bu muttafaqun alayhi rivoyat. Va qala Umar radhiyallohu anhu: "Salatu safar rak'atan." Hazrat Umar mo safarning namozi 2 rakat degan. Va salatul jum'ati rak'atan tamamun ghayru qasrin ala lisan nabiyyikum sallallohu alayhi vasallam. Bunun da salatu safar rak'atan deb aniq dedi. Bu mo la yu'lamu zalika illa tawqifa deymiz. Lekin bu sunan kitoblarda kelgan rivoyat. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض عليكم الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر ركعتين. ابن عباس رضي الله عنهما روايت qilishcha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan: Alloh taolo sizlarga payg'ambarlarning ig'zi bilan namozni muqim holatda 4 rakat, safar holatida 2 rakat farz qilgan degan. Sahih Muslim rivoyat ekan. Va misluhu an Ali radhiyallohu anhu. Hazrat Ali'dan kelgan rivoyat ojizroq. Undan keyin bu Hanifi mazhabning safar holatida 2 rakat o'qishi vojib, farz qilingani shu deganga tizgan dalillari. Bunun qo'shimcha Hanifi mazhabning bir dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda izchil qasr qilgan. Bir qatimmi mesela caizdi, mesela manda qilsam jaiz deb bayon qilib qo'yish uchun bir qatimmi to'liq o'qib boqmagan. Bumi nimaning alomati? Bu vojibning alomati deydi. Yani jumhurning qo'ygan dalillari bo'lsa, Alloh taolaning "Va idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat" degan shunday oyat. Nafil junah degan mayli bir ruxsat ismi ko'rsatdi demoqchi. Yana Ya'la ibn Umayya qala: "Qultu li Umar ibn al-Khattab
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس مش آيات من ده إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا lekin hozir xilofa rashida davrida xaloyiq xotirjam bo'lib ketdi. Hozir bunda qasr qilamdiq deb so'sam faqala ajibtu mimma ajibta minhu sayran qavashtimi mayran qag'an Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'sam dediki sadaqa tasaddaqallohu biha alaykum faqbalu sadaqatahu. Bu Alloh taolo sizga bergan bir sadaqa, ya'ni kengchilik, buni qabul qilinglar. Jumhurning dalili va jilsizlardan sadaqa tasaddaqallohu biha alaykum degan shu jumlani dalil qilib bu ruxsatlikni ko'rsatdi degan. Endi mazhab buni qarta faqbalu sadaqata deb buyurdimi buyurmadimi qabul qil dedi. Qabul qilgan buyruq vojibni ko'rsatdi. Bu odatga bir insonning bir sadaqasiga o'xshamaydi bu. Bu Allohning bergan sadaqasi, buni qabul qil da'vosi sen qabul qilmasang bo'lmaydi. Lekin shu masalada o'sha mazhabninki qarishi jalliq. Mesela yançalar, zaten Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefar altında tuluk okpakma. Bir katım mı? Bununla karşı taraf mı? Makul kıldı. Hiç bulmasa, akalle takdirde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ihtilaf şey oldu. Yani yengillik varsa. Tuluk okudu deb rivayet kemiga. Ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tuluk okumagan degan mazmun aniq zaten. Yani seferde tuluk okpakmagan. To'liq o'qib baqqan bo'lsa qanday bo'libdi? Shu rivoyat kelsa bo'libdi. Rivoyat faqat kelmagan ekan, sahobalarimiz uningdan oddiy, uningdan kichik ishlarni rivoyat qilyapsa, namoz munosabatlik, to'liqlash, kam o'qish munosabati albatta rivoyat qiladi. Rivoyat qilmaganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unda o'qimaganligini ko'rsatdi. Agar bunda mantiq bo'yicha desak, biz bu rivoyat qilganning hammada albatta Rasululloh unda qilgan bo'lishi mumkin, lekin bizga rivoyat qilmagan bo'lishi mumkin degan bir niyat chiqdi. Nima? Lekin bizga shu yetib kelgan hisob. Yetib kelgani bo'yicha la ta'abbad lillah. Shu jumhur iqror qilganligiga dil ekanmidi. İqrar deganlari hozir Rasululloh bir narsani ko'rdi yo aldi, ma'qul bo'libdi deb gap qilmasa iqror bo'ldi. Rasululloh vafot bo'lib ketgandan keyin Rasululloh yo'q chog'da Hazrat Oysha o'qisa iqror bo'lmaydi. Yani fi'li sahabiy bo'ldi. Iqror bo'lishi Rasululloh xabar topgan bo'lishi lozim. Yani o jumhur agar iqror qilgan ahvol bo'lsa bir yerdan tip ekilibdi buni, cho'ng bir dalil topdik deb. Hozir shunchandi bu, bunaqa shunda keskin bo'lgan turuqliq, bular unda bir tutumliq dalilni topolmaganiga qaraganda yo'q ham iqror qilgan. Bu cho'qim ekilibdi buni. Cho'qim shunda. Ayşe hadisda Hazrat Ayşe Resulullah'ın aldığı bunda okudu. Ya ben bunda okudum depti. Resulullah onun gapimidi deb kesitti. Resulullah'ın ikrası oldu. Resulullah'ın fakat bunda gapi yok. Hazrat Ayşe bunda okuydu. Deb nima desa Hazrat Ayşe'nin o'zining ijtihodi bilan bunda o'qildi. O marfu'lik nimiz fakat yo'q. O'zining tushunishi. Ruxsat deb qaramaymiz. Ama Cumhur'un göz karşıda ruhsatlık nedir? Ruhsatın azimenin bizde bunda da para falan. Hazır hamda azime qaysi, ruhsat qaysi? Desem Cumhur Türkiye azime, şirket o'qsang mayl bo'libdan musafir bo'lgan ekan. Degan gap ma ruxsat ma o deb. Hali bizat ya şirket o'qish azime shu. Türkiye o'qib qolsa sunnat xilof ish bo'lmaganda, gunohkor bo'ldi sunnat xilof va ila axiri chiqdi. Lekin bunda qarasak, Rasulullahning qilgan ishiga to'rtiga to'liq o'qib tushandi. Shunday mumkin emas. Lekin bu to'rtiga o'qisin mayli deganda qarashlar haqiqatan ojiz. Garib jumhurning qarashi bo'lsin. Endi bu shu jumhurlarning dalil qilgani, baytin Abdulqodir deganda iqror sunnat taqririy emas. Ba'zi sahobalarning to'liq o'qigan voqealiklarni dalil qilgan. Hazrat Ayşe'de, Hazrat Osman Mina'da to'liq o'qigan, Hazrat Ibn Mas'ud bunga e'tiroz bildirib keyin uni to'liq o'qigan degandek rivoyatlar bor. Hazrat Osmanning kelgan rivoyat, Hazrat Osman uni o'zisi bayon qilib qo'ygan. Makkadan o'ylangan Hazrat Osman. Hazrat Osman xalifa bo'lgan chaqda hojiliga boshlab bordi.
Bagan çağda şu minada kılgıgan. Uğan çağda iltimasot etiraz bilgen çağda Resulullah kasri okudu bir yerde diyen çağda inni teahhaltu bi Mekke. Ben Mekke'de ölünüp kaldım. Ölçağlı bulup kaldım. Ben Mekke'li bulup kaldım hazır. Mekke'nin üstünde bulup kaldım. Ben misafir emas hükmünde bulup kaldım. Özüsünü bayan kılgan. İmam ya komandan aşında okugan iken kendiki cemaat mı? İhtilaf kılmaz kişinin aşında okuydu. İbn Mas'ud mu şu an? Türkiye'de okugan. Hazreti Ayşe gerçi şu furidat salatu üç sefer rekatayın diyen hadis-i rivayet ki şu boşumu üzü Türkiye'de okutken. Yani Türkiye'de okudu diyen rivayetli baki. Bu Hazreti Ayşe'ninki özünün ictihadı, özünün bir xil düşüncesi buluşu mümkün. Yana bunun delili akli delilden bilse ya kıyasın bilse musafir kişi, mukim kişi ihtidar kılsa tuluk okuydu o. Eğer kasır kılış vacip bolsa, bu tuluk okuma işkirket to'xtab qolsa o'tdi. To'xtab qolmay tuluk o'qiganlikqa o'qisi bo'ldiganligini ko'rsatdi deydi. Lekin bu innama joylal imam li yutamma bi fala tahtalifu ala immatikum degan hadislarga asos. Imom bilan keyin jamoat ish qil namoz o'qimas uchun shunda o'qigan desak bo'ldi. Qala amma al-fajr wal-maghrib wal-vitr fala qasra fiha bil-ijma'. Bamdod, sham va vitrda onda barliq ulamoning ijmo bilan qasr qilish yo'q. Agar shirkatlikda qasr qilish yo'q. Qasr qilish degan gap varid emas unda. Shirkatlik namozni desak bo'ldi. Qala va law atamma al-arba'a faqad khalafa sunnah. To'tirgan to'liq o'qivasicha musafir kishi sunnatga xiloflik qilgan bo'ldi. Aqalli taqdirda. Agar bu vazifni vojib degan qarshi bo'lishini qilsa, gunohkor bo'ldi degan chiqdi. لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة بعد الهجرة صلى ركعتين ثم قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. Nalki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti musafir halatda şirket okuştu. Tötüge toluk okutken kişi sünnet xilaflık qilgan bo'ladi. قال فإن قعد في الثانية أجزأه اثنتان عن الفرد. Yani bu şu Şirket okuma, tötürken okup davullaşkan adamının kaçırısı. Seferde şirket okuma, tötürken okuyduğunda da oldu. Bunda mesela da takvadarlık kanunda al-hayr fittibar Rasul yok ben kasır kılmayı bunda tuluk okuyduğum dese bu mu bir fil bağırızı kullan. Bu beklamında aşkın takvadarlık bulap sünnet xilaf kıyışım. Bazı adamı bağımdı. Mesela doğrusu mağuz ya bunda kıldı. Ve edistemanda anlatmaz ya çınını kıldı. Yani takvadarlık çın yadı çın boş yadı boş olsa anın takvadarlık. Çın yadı boşluğu tuttular. Ya çın yadı takını çını tuttular. Boş yadı çını tuttularsa bu bulmaydı. Şirket degendiken şirket okuydu. Yakman tötüge tuluk okuydu adam tındırıp kalsa bunu bunda başarı çıkıdı. Sünnet xilaflık kıldı ber. İkincisi bunun ahvalı qaraymiz. Şirket o'qib bo'lgandan keyin o'tadimi, o'tmadimi? Chunki ba'zi shirkat o'qiblam, o'tmay qolib ketgan ahvol bo'ldi. Fa in qa'ada fi thaniya o'tgan bo'lsa, ay shirkat ida qulta hada aw qa'adta faqad tamma salatu deydi sog'o. Salom berishlar qilib qoldi, lekin o'tirish bo'lgandan keyin shirkat hozir farz tamom bo'lgan bo'ldi. Farzga so'laymiz deydi. Mayli. وقد أساء لتأخير السلام عن موضعه. Salam berishni shirkatdan keyin salom berish qoidasi bu kechiktirib to'tirganni tamomlab bo'lgandan keyin salom bergan bo'lg'achqa bu yaxshi qilmagan bo'ldi. Buni mayli dedik deydi. Farzi gadindan saqt bo'ldi. Va rak'atan lahu nafila. Keyingi shirkat uni nafli hisoblandi. Li ziyadatiha ala al-fard. Çünkü bu şirket farzdan ortiq shirkatda. Naflning ma'nosi shu. Ortiq degan bo'ldi. Va illam yaq'ud fi thaniyati al-uttama qolib ketgan bo'lsa shirkatdan keyin batala farduhu. Farz bekor ketdi deydi. Li'annahu taraka ruknan va huwa al-qa'datu akhir as-salat. Bu namozning oxirgi o'tirishini faqat uttama qolib ketgan bo'lg'achqa, tark qilib ketgan bo'lg'achqa bu farz bekor ketdi deydi. Qayta o'qish lozim. Qala va yasiru musafiran idza faraqa buyut al-Misr qasidan masirata 3 ayyamin va layaliha. Bir kishi safarga otlandi.
bu qachondan tortib musofirlik hukmida bo'ldi, musofirlikka qachondan tortib boshlanib namozni qasr o'qishga boshlaydi desa, shu sha'ninki uylardan, mahallalardan shunda ayrilib, sha'ning sirtiga chiqqan chaqda, mesela etizlikli ko'rangan turda uylar uzilib qoldi, sayliq boshlandi, mesela. Shu chaqda ta'sir qilishni boshlaydigan musofir bo'ladi. Lekin bu safar, qanday safar bo'lishi lozim? Masirata 3 ayyam va layaliya. 3 kunduz, 3 sutka safar qilma deb shu niyat bilan chiqsa, sha'ning sirtiga shunda 3 sutka, 1 sutka yo'l yurib bo'lmagan bo'lsa, boshlanish nuqtasidan tortib bu ta'sir qilishni boshlaydi. لأنه لا يصير مسافرا إلا إذا خرج من مصر. Çünkü bu şehirden çıkmasa musafir hesaplanmaydı. وقد قالت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لو فارقنا هذا القصة لقصرنا. Tabi kiramdan kelgan rivoyatlar bor. Bular asosan Hazrat Ali'dan va boshqalardan kelgan rivoyatlar. Madinadan misin yo Kufadan bunda ayrilib, biroq kapini ko'rsatib, xus degan bir kap bamdi. Endi bo'rilar, endi qumushlar yasog'an kappa uylar. Endi shahar ichida muqim mahallalarda unda uy bo'lmaydi. Shaharning sirtida shunda shahar tugab qolgan joylarda bo'lishi mumkin. Mushu kappa uylardan ayrilsak, qasr qilishni boshlaymiz degan sahobalar. Yani bu yerda musafir kishi to'liq o'qish kerak bo'lgan ahvollar bor. Birinchisi, muqim iqtida qilib qolsa, innama jo'ylal imom li yutama degan hadisga asosan to'liq o'qishi lozim dedik. Ikkinchi ahvol, musafir kishi safarga chiqqan chaqda muqim chaqdagi o'qiganmagan namozni eslab qolsa, burun o'qiydigan holatda o'qiydi. Gerçi hozir qoldi musafir, lekin shaharlik chaqda o'qiganmay qolgan namozni o'qib qolsa, to'liq o'qiydi. Endi muqim imom bo'ldi. Musafir iqtido qildi. Namozdan keyin ba'zi bir rakat ulgurish va, 2 rakat ulgurish va, yoki tashahhudda o'tgan chaqda ulgurish va, yo rukudagi chaqda ulgurish va, qanday chaqda ulgursilam, salom berishdan ilgari ulgursilam, musafir kishi muqim iqtido qilganlik uchun to'liq o'qish kerak bo'ladi yoki bir rakatga to'liq ulgurgan bo'lsa, undan to'liq o'qish kerak bo'ladi. Bir rakat to'liq bo'lsa, tashahhudda o'tgan chaqda bilan ulgurib qolgan bo'lsa, tashahhuddan qo'rqib o'zi 2 rakat o'qish bo'ladi. degan masalada jumhur ulamolar namozning qaysi bir qismiga ulgursa, musofir kishi muqim iqtido qilib, muqim kishi namoz o'qiydi. Tashahhudda o'tiradi. Musafir kishi kelib iqtido qildi, shunda o'tirib tashahhudni o'qishiga assalomu alaykum rahmatulloh dedi. Ya'ni bu qo'lab davomlashtirgan chaqda to'liq o'qiydi dedi. Chunki bu imom iqtido qilgan holatda shun davomi mutaba uchun to'liq o'qiydi dedi. İmam Malik rahmatullohi alayhi agar bir rakatga ulgurmagan bo'lsa, rukudan keyingi chaqlamasa, oxirgi rakatning rukudan keyingi chaqlab ulgurgan bo'lsa, keyin o'zi qo'yib to'liqlagan chaqda 2 rakat bilan o'zining farz bo'lgan 2 rakat bilan o'qiyasi bo'ldi. Masalan, muqim kishi musofir qilgan chaqda Yo to'liqlab o'qiydi. To'liqlab o'qiydi. Chunki Rasululloh Peygamber Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan bo'g'achqa, Rasulullohning ishlari bo'g'achqa, shuning asosan bu ixtilof kirmaydi degan bo'lsin. Rasululloh Makkada shunda o'qib, "Atimmu salatakum" deb siz davomlashtiringlar deb qo'ydi. Endi yana bir musofir kishi bir masjidga kirdi yoki bir jamoatning namoz o'qiyotganini ko'rdi. Iqtido qildi. Lekin bular masalan oxirgi rakat bo'lgan bo'lsa, ya oxirgi 2 rakat bo'lgan bo'lsa, bu salom berib bo'lgandan keyin bu o'zi qo'pab davomlashtirmoqchi bo'lgan kishi bular musofir bo'lganida, muqim bo'lganida buni bilmaydi. Bilmasa qanday o'qiydi? Aslan muqim bo'lsa, xudo qilgan kishi, musofir kishi to'liq o'qishi lozimda. Agar jamoat musofir bo'lgan bo'lsa, 2 rakat o'qigan bo'lsa, bu ortiq o'quvchiman 2 rakat o'qish kerakda. Lekin bu ahvol o'qmaydi. Qanday qilish kerak? Ulamolar bunda ahvol qarab mo'lchallab tutadi. Masalan, shahar mahallalardagi muqim aholilar o'tiraqlashgan va joylardagi masjidlarda jamoat o'qiyotganmiz, bular to'liq o'qiyotganlar deb faraz qildi. Shu bo'yicha muomala qildi. Oydirum, bekat, vokzal yoki o'tang yo'llar, yo'l bo'yidagi masalan, bular tushib ketilgan, endi joylarda bo'lgan jamoat bo'lib qolsa, bu musofir deb shu bo'yicha faraz qilib turmoqni qildi. Hech qanday unda faraz qilinmay gangrabdan qolgan bo'lsa desa, ulamolar har xil qarash bo'lib qolgan.
Hanafi mazhabda faqat uxlamay qolgan ahvolda iqtido qilish bo'lmaydi. Undan keyin u jamoa namozini tamomlab bo'lsin, salom bir bo'lgan ekan, oldidan puxta, unda ehtimollik yo'q, ishni qilib ravot o'qiymiz. Nima uchun degan chaqda Hanafi mazhabning jamoa namozining shartlarining ichida imomning ahvolini bilish degandek bir gap bor. İmamның ahvoli endi bo'lish lozim buning nisbatan endi. Maliki mazhabdagilar namozga kiraverdi. İmam musafir bo'lgan bo'lsa, 2 rakat o'qisa tamom joyida bo'ldi. Muqim bo'lib qolsa, cho'qim o'chag'i to'tirgan tamomlansa bo'lmaydi. 2 rakat o'qib to'xtagan bo'lsa, boshqa tanbih bersa, qatqoq to'liqlanishi lozim. Bo'lmasa, to'liqlamay o'tkazayotgan bo'lsa, keyin ana 4 rakat o'qish lozim deydi. Shafiy mazhab, Hanbali mazhablar imomga iqtido qilaverdi. To'liq o'qiydi. Hattoki keyin bu imomning musofir ekanligi aniq bo'lsa-mu, to'liq o'qiydi. Nima uchun desa, chunki ko'pincha ahvolda musofir emas, muqim kishilar o'qiydi namozni. Ya'ni kishilarning ko'pinchisi musofir emas, muqim. Muqim holatda o'qishning hukmi g'olibroq demakchi. Ya'ni yana shu munosib bir masala sunnat va nafl namozlarda qasr qilish yo'q. Qasr qilish faqat farz namozlarda bor. Masalan, biraydan deyishi mumkin. Farz namozni qasr qilgan ekan, va sunnat 4 rakat namoz 2 rakat qilib qasr o'qiylar. Yoki biz deyish mumkin. Farz qasr qilinayotgan yerda sunnat o'qish lozim, o'qisa bo'lmaydi. Agar sunnat o'qisa bo'lgan bo'lsa, farzni to'liq o'qish kerak bo'lib turadi. Farz hadi yerim qilib qolgan tursa, sunnat o'qish lozim kelibdi deyish. Safarda sunnat o'qish yo'q degan qarashim bor. Lekin shu to'g'ri qarashda sunnat va tatavvu namozlarda qasr qilish yo'q. Chunki bu farz emas. Farz desak, jafolab qilish bor-ku, qilmasa bo'lmaydi bo'lgan ekan, buni to'liq o'qigan ahvolda jafolab qildi. Lekin bu qilmasang gunoh yo'q deganni bo'lgan ekan, bunisining ahvolini ko'tara oladigan bo'lsa, o'qiysan, bo'lmasa o'qimasang bo'ldi. Kamchilik bo'lgan ekan, buni yo o'qisang to'liq o'qiysan, bo'lmasa o'qimaysan deydi. Safarda sunnat faqat o'qish yo'q degan qarashmi, bu ojiz qarash. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda sunnat o'qigan. Bundan kelgan sunnat o'qigan. Bu isbotlandi. Undan boshqa Xulafa Rashidinning o'qigan rivoyatlar bor. Gerçi Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasulullohning va Abu Bakr Umarlarning keyin namoz o'qidim, 2 rakat ortiq o'qimaydi degan rivoyatlar bo'lsa-mu, buni boshqa o'qidi degan rivoyatlarni ko'z tutib turib Ibn Umar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu yerda ko'z tutib o'qimasa, chidirning ichiga kirib o'qigandi. Ko'rganlarga hujjat bo'la oladi deb qaradi. Bu shundan tiyari bir şey olan ekan, o'qiyman desa, bular bundan kelgan 5 farzning birisining sunnati o'qilganligi aniq bor. Undan keyin boshqa 4 farzning o'qisa bo'ldi degan gap bor. Gerçi unda bundanning farzi alohida ta'kidlangan, alohida fazilatli degan tarafdan bo'lsa, lekin Allah shu sunnat namozi. Qala va amma at-taqdir endi masirat 3 ayyam deb bekitgan bu mazhabda. Bu qanchalik masofani basmoqchi bo'lsa, namozni qasr qildi degan masala. Bunda ulamoning qarashlari bak ko'p. Ba'zi ulamolar mushu masalada 20 qarashni qilgan. 20 xil qarash. Lekin mashhurlardan tanilgan cho'ng mujtahid imomlarning qarashlarini shunda akasak 3 xilni deb o'tsak bo'ldi. Mesela Hanafi mazhabının qarashiga kelsak, masirata 3 ayyam dedi. 3 kunlik yo'l bo'lsa dedi. 3 kunlik yo'ldan azlab qolsa qasr qilish bo'lmaydi. 2 kunlik, 1 kunlik yo'l bo'lsa bo'lmaydi dedi. Bu Hazrat Osman, Huzayfa ibn Mas'ud va Suvayd ibn G'afala radhiyallohu anhumlardan kelgan va tabi'lardan Sha'bi va Naqai va Thawrilardan kelgan. Bular mush qarashiga, mush kitobda bayon qilgan mush hadisni dalil qilgan. لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام ولياليها والمراد بيان حكم المسافرين. Mush hadisda jimi musafirlarning hukmini bayon qilish hadisda. Musafirlarning bir qismini emas. Liyakuna amma faydatan. Mush hadisning foydasi to'liq bo'lish uchun deymizki, bu hadisda tillangan al-musafir degan so'z har qanday musafirni o'z ichiga olgan so'z. Umum iboradir. فيتناول كل مسافر سفره 3 أيام ليستوعب الحكم الجميع. 3 kunlik safar qilgan qanday bir musafir bo'lib qolsa, buni o'z ichiga oladi. Shunda degandilar,
Yani hüküm her qanday musafirni o'ziga olib ketgan bo'ladi. ولو كان السفر الذي تتعلق به الأحكام أقل من 3 qasr qilish va ro'za tutmaslik degandek ahkomlar uyam bo'lib ketilgan safar 3 kunlikdan qisqa safar bo'lib qolgan bo'lsa, la baqiya min al-musafirin man lam yubayyan hukmuhu. Hukm bayon qilmagan ba'zi musafirni qad qoldiramiz. 2 kunlik musafir, 1 kunlik musafirni hukm bayon qilmay qoldi. Yani boshqalar esa 2 kunlik musafir deymiz degan ekan, bu hadisda agar hammasini o'ziga olib ketdi demasak, buning 3 kunliknikini hadis bayon qildi, ana 2 kunlikniki sirti qolib qoldi degan gap chiqdi. Biz buni hamma musafirni o'ziga oldi deb tushunamiz. Va li anna al-alif wal lam lil jins. Alif lam al-musafir yani al lil jins. Jins al-musafir. Yani bu yerda hozir alif lam tufid al-umum deydi usul fiqhda. Min siyaq al-umum deymiz. Musafirlan bo'ladi ekan degan. فيدخل في هذا الحكم كل مسافر ومن لم يثبت له هذا الحكم لا يكون مسافرا. Bu hukm o'lkamaydigan kishi bo'lsa, bu musafir bo'lmaydi. 3 kunduz yo'l olmaydigan kishi musafir emas degan gap chiqdi dedi bu hadisda. Buni yondashtirib yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها degan Sahih Muslim'dagi hadisini dalil qilgan. Shunda 3 kunduz degan bor deydi. An Mushanifi mazhabning 3 kunduz degan mushu qarshi asosan bu orliq masofa qanchalik chiqadi? Qasr qiladigan masofa. Bular piyoda yoki tugilan mansa bir kunda bir kishi masalan 1 kilometr mang'alaydi. Kunda masalan 40 kilometr atrofida 35 kilometr atrofida mang'alishi mumkin. Chunki mang'an kishi arava tayyorlamasi bo'lmaydi. Arliq tushib namoz o'qiydi, tayyorlanadi, tamoq yeydi, orom oladi, yana mang'adi. Bunda qilgan ahvolda 35-40 kilometr mang'ishi mumkin deb faraz qiladi. Masalan Qashqardan otish chiqqanchilik bir kunda shuncha yo'l mang'di deb. Soatda 40 kilometr desak. Yoki Xotandan Qarqash chiqib qaytib kirdi bir kunda. Uni 40 kilometr chiqdi. 24-23 kilometr desak. Bulanda mush masira salati ayyamda 24 farsakh hisoblab, 24 farsakhni 72 milda chiqargan. 72 milni 1 milni 18 metrda hisoblasak 1 milni bu 130 kilometr atrofida narsa. Yani bu mazhabning 3 kunlik masofa degani 130 kilometr atrofida chiqadi. Albatta bu 130 kilometr hozir qatnash vositalari tizilishib ketdi. Soatiga 300 kilometr mang'an poyezd hozir. Aeroplanlarmi 400 kilometr mang'ishi mumkin, mashinami 150 kilometr mang'ishi mumkin. Bo'lsa, qanday tiz qatnash vositalari bossimi, endi o'xshash. Undan keyin bu mazhabning qarashi 130 kilometr atrofida masofa bo'lsa, undan qasr qilingan safar orliqqa hisoblandi deydi. Ikkinchi qarashda 2 kunlik safar bo'lsa, undan qasr qilish bo'ldi. Yani böyle 3 gün dedi o, yani maqala 2 gün düştü. Bu cumhurun qarashi. Ular la yahillu al-imra'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masir yawmin wa layla yawmayn degandek rivoyatlar bor. Masirat yawmayn degandek rivoyatlar tayinlangan. Yani bu mazhabdagilar bu yawmayn degan qanday javob berdi bo'lsa, ya 3 kunlikka chiqqan taqdirda yawmayn masofasi kelgandimi qasr qilib mang'isi degan bo'ldi. Masir yawmin va layla esa birinchi kundan tortib qasr qilish degan bo'ldi. Bunday izohlaydi. Lekin buningki bu masiratda sa'astayan yawmin yawm va laylaga orqali rivoyatlar bor. Lekin bu bak bunda nas unda dalil bo'lmaydi. Har ikki tarafga. Ammo jumhurning tayog'ini Ibn Umar radhiyallohu anhu annahu kana yaqsuru fi 4 burud. Ibn Umar 4 barid masofada qasr qildi. Imom Malik Muvatta'da rivoyat qilgan sahih rivoyat. Ibn Umar va Ibn Abbas radhiyallohu anhum kanu yusalliyani va yuftirani fi 4 burud kama fawqahu. Bu Imom Navaviy Majmu'da sahih deb qaror rivoyat qildi. Bu sahabe kiramning o'sha asarlari tanilgan bo'lishi kerak.
Bularning masirati yawmayn qanchalik arliq chiqadi? Masirati yawmayn 4 barid, ya'ni 16 farsakh, ya'ni 48 mil, ya'ni 87 kilometr. Hozir biz fatva 1 kilometrdan qarash, jumhurning qarash 85 kilometr, 88 kilometr, 90 kilometr, 89 kilometr degan gaplar shu. Oyatda? Çünkü oyattımı çıkıp kaladı hazır. Oyattımı var. Çünkü jigimi qarashdan hamda bizga chiqib qolishi mumkin oyatda. Ma uchinchi qarash buni. Bizlar jigim qarashdan 3 qarashdan tanlab keldik. Çünkü bu ham dasas ko'pchilikni tashkil qildi. Sağlıqli bir tabiidan, bir olimdan rivoyat qilingan qarashlar. Uchinchi qarash safar bilan bo'ldi ekan, qasr qisi bo'ldi. Uzun safar bo'lsin, qisqa safar bo'lsin. Bunun chegarasi yo'q. Faqatlan bunun chegarasi shu urf odatda safar deb ataydigan bir ish bo'lsa, hisob deb turadi. Bunun eng aqalli qanchalik desa 3 mil deb baqqan, ba'zi 1 milmi deb baqqan, al-ahvat salasati farasih deb baqqan. Sala farasihga shu kilometrdek joyga yaqinish mumkin. Milgan 18 metr. Mush qarash Zahiriyning qarashi, Ibn Hazmning qarashi. Qarasanglar masalan, Hanafi mazhab keyin jumhur bular manchkilik masabida bekitishga ma'qul keldi, ijmo bo'ldi. Mesela 3 kunlik masabı deganmi, 2 kunlik masabı deganmi, shu bir bekitish bor degan gap bor. Bu bir bekitish tarafdori. Ma tarafda Zahiriy lamba. Boshqalar manchkilikda bekitmaydi ekan. Garchi ular o'zaro aqlashib 2 kunlik 3 kunlik deb qolmasin lekin manchkilikda bekitish bor degan ittifoq. Zahiriylar Ibn Hazm chiqib bekitish yo'q. Safarlan bo'ldi ekan. Qanday safar? Uzun bo'lsin, qisqa bo'lsin. Buni qanday ayiramiz? Urf odat bo'yicha. Safar qildim deydigan bu shu yurtning urf odati bo'yicha safar qildim degan ish bo'lsa, safar hisoblaymiz. Ya buni urf odatmi ba'zi uqulamaydigan ish bo'ldi desa, bundan so'ng tayyorlab, qo'jin tayyorlab, oziq-tulik olib, nima qilgan safar bo'lsa, buni safar deymiz deb turadi. Lekin bu naytamda gerçi bunda ilg'or qarashda turgan bilan bek ojiz qarash. Gerçi buni keyingi zamonlarda Imom Ibn Taymiya shogirdi Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi nayt qo'llab-quvvatlagan bo'lsa-mu, bu ojiz qarash. Mana keyingilardan Imom Ibn Taymiya, Ibn Qayyim, Shavkani va undan boshqa masalan hozirga qadar sansak masalan Shayx Usaymin, bin Jibrin rahmatullohi alayhim bular qo'llagan. Lekin bu bir tutamı yo'q bir ishning. Qanday tutamı yo'q? Hozir mushadin bir avtobusda bir kishi bir yoy safar qildi deylar. Safar qilsa 20 dan avtobus chiqqan bo'lsa, buning uni so'm kelib olgan bo'lishi mumkin. Uni so'm tayyorlayman, men chiqib bir soat o'tirib kech qaytib chiqmay deb so'm tayyorlamay bo'lgan bo'lishi mumkin. Ayollar yerimi mahram olgan bo'lishi mumkin. Yerimi mahram olmagan bo'lishi mumkin. Safarda, yo'q safar demaymiz, mahram ketmaydi mana deblam chiqqan bo'lishi mumkin. Bunga bu tustum yo'q. Bir o'lcham ushmaydigan ahvol bor. Bularning dalili avayda darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat. Darabtum fil ard dedima, shu mangal mansanglar, yo'l bersanglar, qasd desang bo'ldi dedi. Lekin aslida lug'atda darabtum fil ard degan Raul safar qilsang, safar degdek bir safarga chiqsang degan gap bu. Yo'l yursang degan bu. Shadimda yo'q avtobusda 4 kilometr maqsad safar bo'lib qolibdi. Yana bunning dalili la tusafirul mar'a baridan illa va ma'aha mahram. Bir barid orliqqa mahram bo'lmasa safar qilsa bo'lmaydi degan. Avvalsa 3 kun degan mushuna desa keldi-ku. Mavla bir barid degan. Bir barid degan 20 kilometrdek bir narsa. Barid degani Farsiysi. Baridam. Keyin shu pochta ishlatilgan atlarga ishlatilib, har 20 kilometrda bir pochta punkt turgan musulmonlar. Ya'ni burunqi shu zamonlarda musulmonning territoriyasida DHL bordi. Hozirgi DHL va siz pochta 24 soat yetishtiradigan degandek nima bordi. Bu qanday qilib desa, albatta bu pochtalar ko'pincha masalan davlat ishlariga, podshohlar, amirlarga, maktublar, urush, harbiy ishlarga bunda ishlatilsa, lekin endi pochta bordi.
Belki fuqarolar foydalanishi mumkin. Her 20 kilometr, 24 kilometr deseniz bir baritni 24 kilometrda demalduruqluq qachon gat chaptusa toza shu mag'dullik holatda aqlni tayyor turdi. Shunda xatni ilib kelgan, achchab turib kelgan xo'shkashlik kilishaman uning otlarini aramaldirib, demilish qo'yib, meyad demilib turganni miniblan bulmanatdi. Kilar punktga chiqib ulu ashunda yetkizdi. Undan keyin nayatizlam yetkizib bo'ldi. Keyin u xo'shkashlik nimasi endi barit deb ashunda atalgan. Asli bu ashunda har bir punktning orliqini ko'rsatadi. Barit bir qo'shni o'qsila, bir qo'shni o'qsining orliqi. Undan keyin biz hozir tarjih qilib fatvo javob berayotgan qarashmi shu? Jumhurning qarashi 80 kilometr degan qarash. Yani sahabe kiramdan sayı ketto, yani ki şu ise. Lekin qarashi 130 kilometr mi? Ha. Yani Tokyo'dagi kunlikka topshirgan. Kunda ittifoq. Kunda bular hammasi ittifoq. Bunda ittifoq deydi. Masofani bir narsadan bekitishga ittifoq. Lekin tafsilotni to'plashdi. Yani shu 3 kunni yoki 2 kunni bekitdi. Shu 2 kun yoki 3 kun yo'l yurish qanda darajaga yo'l yurish desa, qala sayral ibli va mashyal aqdam. Sayra va mashyada nasl o'qishi masirata degan bo'g'ishlar. Tugining minishida, piyodilning minishida 3 kun minish dedi. Li'annahu wasatul mu'tad. Chunki mushu o'ttiral minish. Fa inna sayra alal khayli fi ghayati sur'a. Chunki atmansa na'tizmado va alal ajali fi ghayatil ibta. Arudi maqasa ular qatqan arulda buna astamado. Fa'tabarna al-wasata li'annahu al-ghalib. Shuni biz o'ttiralni tutdik dedi. Chunki ko'pincha ahvolda bunda tugulan yoki piyoda bo'lgan bo'g'ashda. Yoki hech bo'lmasa shu vahiy tushgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shariatni bayon qilgan shu chaqlarda shu arab yerim aralida minish ashundatdi. Undan keyin kelgan hadisni shu chaqdagi muhit bilan tushunamiz demoqchi. Qala va ya'tabaru fil jabal ma yaliqu bih. Tag'liq ashuna chig'il yo'lda bo'lib qolsa, uni o'z layiqida hisoblaymiz. Va fil bahri atdal riyah. Dengizda safar qilish bo'lib qolsa, shamolning mo'tadil chiqqan ahvolni hisoblaymiz. Li'annahu wal wasat. Chunki o'ttira ahli shu. Va huwa alla takuna ar-riyah ghalibatan wa la sakinatan. Shamol va qattiq kelmagan yoki jimib qolmagan holatda fayunzaru kam yasiru fi mithlihi. Bunda ahvolda 3 kunduzda qancha yo'l yura oladi deb mo'ljallaymiz. Taniq rayonda 130 kilometrning o'rniga 50 kilometr mangsa 50 kilometr. Dengizda 130 kilometrning o'rniga 200 kilometr mangsa 200 kilometr bunday hisoblaymiz. Fayjalu asla. Undan keyin shuni hisoblab turib, shuni asos qilamiz. Qala va la yazal va la hukm as-safar hatta yadkhula misrahu. Musafir safarda ketadi. Bu qachon musafirlikdan chiqib muqim bo'ladi desa, taki o'zining shahriga borgan qadar musafir bo'ldi. Shaharga borgandan keyin shahar kirsa, muqim bo'ldi. Yoki au yanviya iqamata 15 yawman fi Misr au qaryatin, yoki bir kent yeza, bir jutta yoki bir shaharda 15 kun turma deb niyat qilsa, muqim bo'lib ketadi. Lianna safar idha sahha la yataghayyar hukmuhu illa bil iqama. Chunki safar to'g'ri safar bo'lsa, buning hukmi muqim turish bilan, shu safarning oxirlashi bilan undan tugaydi. Wal iqamatu bin niyati aw bi dukhul vatani. Iqama degan muqim bo'lish degan ya niyat bilan bo'ldi yoki o'zining vataniga qaytish bilan bo'ldi. Lianna al-iqamata tarku safar. Chunki iqama degan muqimlik degan safarni tashlash, safarni oxirlashtirish degan gap. Fayda tasala bin niyati tamma. Niyat bilan tutashsa tarki safar. Niyat iqama bilan shundan o'qisa safar tamom bo'lgan bo'ldi. Bi xilafil muqimi haythu la yasir musafiran bin niyya. Aksicha muqim kishi bu niyat qilishi bilan amaliy safarga otlansa niyat qilishi bilan musafir bo'lib qolmaydi. Bu shart turib men safar qildim, niyat qildi. Bugun safar qilgan bo'ldi. Niyat qilsa safarga otlansa undan musafir bo'ldi. Bo'lmasa u niyat qilib qo'yish bilan Madinaga o'tsa musafir bo'lmaydi.
Lekin musafir ketiblar bizga kelib, o'sha turmada niyat qilib qolsa, muqim bo'lib ketadi. Lianna safara insha'ul fi'l. Chunki safar degan bir ishni paydo qilish iborat. Yutkilish iborat. Fala yasiru fa'ilan bin-niyya. Lekin quruq niyat qilib qo'ysa, amaliy tutish qilmasa, musafir bo'lmaydi. Va amma dukhulu vatanihi jutur kirish kelsak, falianna al-iqamata lil-irtifaq. Iqama degan bahriman bo'lash, foydalanish uchun. Irtifoq degan foydalanish, qo'shimcha foydalanishdek. Bu rafiqdan kelgan bo'lishi mumkin, rifqadan yoki mehribonlik tarafdan kelgan bo'lishi mumkin. Ikki tarafida bir xil amra olib, bahriman bo'lib foydalanish degan mazmun bor. Ya'ni iqoma desa uy aram, ashyolik urug' tiqqan bilan bahriman bo'ldi-ku. Va annahu yahsulu bi watanihi min ghayri niyya. O'zining yurtida urug' tiqqanlari, qavm jamoati bilan o'zining uylari shuni bahriman bo'lib tursa, niyat qilmasmi? Bahriman bo'lardi. Va kaza nuqila anna nabiy sallallohu alayhi vasallam va sahaba kanu yusafiruna va yauduna ila awtanihim muqimina min ghayri niyya. Ular safar qilibdi, vataniga qaytdi. Alayda bir niyat qilgan hol rivoyat qilinmagan emas. Albatta ko'ngilda shu vatan qarab manganligi shu niyat hisoblanadi. Tamam? Zaki bir niyat qilish kerak emas. Ana shana Hanafi mazhab 15 kun degan bir nima bekitdi. Bu nadan kelgan va ammal muddatu 15 yawman famanqulatun an ibn Abbas va ibn Umar radhiyallohu anhum. 15 kunda bekitishda musabiqlardan bunday rivoyat qilingan bo'lg'achqa 15 kunda bekitdik deydi. ابن عباس بن عمر قال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها 15 ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصرها وهذا سند حسن للطر. كان ابن أبي شيبة رواية قصة أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة 15 يوما سرح ظهره وصلى 4 ولغنا قيوتب تتركت أقيت وهذا سند صحيح. Demek mushab kiramdan bunda kelgan deydi. Kelgan bo'lg'achqa biz shuni tutdik. Va la ya'rifu zalika illa tawqifa. Tawqifa. Tawfiqa deb qo'ygan. Tawqifa dema. Rasululloh shunda bekitmasa, bu mushab kiramning o'zi diyordan gap emas bu. Lekin lahu hukmul marfu' deymiz. Yana bir dalil va li anna as-safara la yakhlu an al-labs al-qalil fa'tabarna al-15 kathiran fasilan i'tibaran bi muddat at-tuhr. Yana bir tarafdan safar degan odatda ancha-muncha bir kun ba'zi bir turalg'ulda o'tanglarda qunab turib, ba'zi yezilda turib minishlik holi bo'lmaydi. Ya'ni yarim yo'lda ketib ba'zi yer bir kun turgan ahvolim bor edi. Shunga biz 15 kunni bekitdik. Bir fasil qilib bekitdik. Yani 15 gün kadar ko'p kun oldu. Ataydan turay demasam, 15 kun jada yo'lda ketib turmaydi. 3 kun turib qola, 15 kun turmaydi. I'tibaran bi muddati tuhr. Biz aqall tuhr 15 kun degan. Ha? Aqall muddati tuhr 15 kun degan. Fiqda ham mana shu hayd va nifasga qiyos qilish bor. Ondan qutulg'ul bo'lmaydi. Bir ayol masalan, bir oy ichida odat kirib saqaygandan keyin aqalli pak bo'lgan kun 15 kun degan. Ya'ni shunga qarashdi. Nima? Undan keyin 15 kun deb bekitishni namoz o'qish, o'qimaslik, ro'za tutmaslik bir nimada fasil qilganmi shariat qilgan. Undan biz 15 kun deganni mishaldan ekaldik. Bu qo'shimcha dalil, lekin asos dalil sahoba kiramdan kelgan rivoyat. Izlaha atharun fi ijab salat va isqata. Chunki shu aqal muddati to'g'rininki 15 kundan namozni saqit qilib o'tish, namoz vojib bo'lishda ta'siri bor. Undan keyin 15 kunni bekitdik deydi. Ana shu masalada ulamoning qarashlari o'xshash emas. İmam Abu Hanifa ve Sufyan Thavri 15 kun turman desa ondan to'liq o'qiydi desama. İmam Ahmad ve Davud Zahiri 4 kundan ortiq turman desa ondan to'liq o'qiydi. İmam Shafi'i ve Malik 4 kun turman desa ondan to'liq o'qiydi. Degi 3 kun bo'lsa, 3 kunda to'liq o'qimaydiganligi qasr qilgan hammalar ittifoq. 4 kunda İmam Malik ve Shafi'i to'xtab qoldi. 4 kun ochganda İmam Ahmad Davud Zahiri to'xtab qoldi. Ya'ni bu mazhab ilgirlab 15 kun deya to'xtadi. Albatta undan boshqa qarashim bor. 18 kun, 9 kun, 20 kun degandek. Lekin bu mashhur qarashlar. Fuqaholar amsarning qarashlari.
Abu Hanifa'nın yana bir dalili, maktabda kelgan dalillardan boshqa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgan yili Makkada namozni qasr qilib o'qigan. Makka tug'an vaqt 15 kun atrofida. Albatta Makkaga kelgan kun bir Hunayn g'azvatiga chiqqan, kirgan kunlar, buni hisoblasa 18 kun, 19 kun nas bo'lishi mumkin. Lekin taxminan 15 kun degandek bir nima chiqadi. Ba'zi ulamolar 18 kun, 19 kun deganlar, 20 kun deganlar. Buni Imom Buxoriy Ibn Abbos rivoyat qildi debdi. Sahih Buxoriy bormi yo'qmi? Allohu a'lam. Bunaqa Hanafiy mazhabining qarashi shu. Safarda shu namozga asli unga nima atalmoq haraj raqamasi uchun bormi? Ha. Ana masalan hozir davrimizda masalan 80 kilometr bilan 100 kilometrda vaqtga masalan vaqtni chiqgan birasa yarim soat berib bo'lishi mumkin. Bunun hozir qanday vaqtda haraj yo'q. Lekin biz yana shu tabarruk musulmonga yo'q, al-g'olib safarda al-g'olib al-mashaqqa. Yani hozir qatnash vositalari shunda talaqqiy qilib aeroplanda safar qilib qolganlar. Aeroplanga chiqish, tushishda u tekshirishlar, u tamg'udgan yerda chegirdan chiqishda nima degan jiddiylashgan, o'chirat tug'an, pasport chatashqanligidan ansirgan. Yani hozir japa balki burunqidan nechasi bo'lishi mumkin, qulay bo'lgan deb turgan ahvoldimi? Haqiqatan japa bor. Hamda japa bo'lsin bo'lmasin al-g'alib al-mashaqqa. Safar qatam al-adab. O'zining diyoridan uydan ko'ngan ko'psa, yosh ko'rgan choy qahvalardan ham ayrilib bo'ladi. Bo'lgandan keyin qattiq quruq tomoqni yeydi, so'yqan tomoqni boshqa millatning tomoqlarini yeydi bu. Vaqtida yemaydi tomoqni, vaqtida uxlamaydi. Lekin al-g'alib kal-mutahaqqiq degan qoida bo'yicha muomala qilgan. Bo'lmasa shariatning ahkomlari har biriga nisbatan necha xil bo'ldi. 30 dan bo'lsa 30 xil chiqib qoldi. Lekin ma'lum bir darajada bir qiliplashgan bo'lishi lozim. Shu masalan al-khalwa bil ajnabiyya harom qilindi shunama. Chatash qilsa harom. Biraylar deyish mumkin, bu khalwa bil ajnabiyya zina qilsan degan bo'g'achqa. Men bu xalloda o'tirib qolsammi, men faqat chatoq chiqamaydim. Degan, chatoq chiqarsa o'zining kashfisi. Lekin al-g'olib chatoq chiqadi. Zaman shayton billah. Undan keyin buningda shunda bir qilib o'lcham hisoblaymiz. Ha, ba'zi aroqning qilsa, aroqning izmi aramsa. Bu aroq bilan bir rum kessam mas'ulmayma. Degan mas'ulmisanmi? Aram shu. Ya'ni mas'ul bo'lgan bo'lish kerak emas. Chunki uni bir rum kesakin, ikkinchi rum kesida shunga asla mas'ullar bor. Davomki o'sha al-g'olib kal-mutahaqqiq degan bo'yicha safar madannatul mashaqqa. Shunga safardan bo'ldi ekan, Masaayatida xavf bo'lgan taqdirda dedi. Endi xavf yo'q, xavf bo'lsin, bo'lmasin, safarlan bo'lsa tasir qilish bor. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.